Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolisa mana Chorsu gul bozorlariga gatov gurutlarimizdan jo'natyapmiz. Uning tarkibiy jihatlari juda ham yaxshi. To'ydagi gullarga asosan foydalansa bo'ladi. Tayyor qorishma. Buning tarkibida perlit, vermikulit, biogomus, tor kerakli elementlarga boy to'yingan. Ko'p qavatli xonadonlarda to'yaklarga tuproq olish, boshqa o'g'itlar olish imkoniyati bo'lmaydi. Bu tayyor gatov gurut. Bemalol foydalansa bo'ladi. Hamda hozir mana qopli upakovkali biogomuslarimizni ham ulgurji narxda Chorsu gul bozorlariga yetkazib bermoqdamiz. Mana hozir dastlabki ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Xudo xolisa bugunning o'ziga gatov gurutlarimizdan 8 tonnaga zakaz olganmiz. Xudo xolisa yetkazib bermoqdamiz. Kimga sifatli biogomuslar, gurutlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin.